Bolali uy bozor, bolasiz uy mozor. Bola bo'lsa sho'x bo'lsin, sho'x bo'lmasa yo'q bo'lsin. Mana shunaqa ertalabdan nastroyeniyalarimiz ko'tarishib, nevaram hamma joyga sut to'kib tashabdi. 2-3 kun avval Reels ko'rib o'tirdim. Madinani Reelslari ko'zimga tushib qoldi. Mana shunaqa chiroyli soch qilibdilar-da. Meni ham havasim keldi-da, Madinaga telefon qildim-da va ertalab turib borishimni aytdim, sutlarni tayyorlab qo'ydim, tuxumlarni tayyorlab qo'ydim. Nevaram kelganida, nevaram hamma joyga sutlarni to'kibdi. 2-3 qoshiq qopdi. Shunda ham shu 2-3 qoshiqni oldim-da, bilinchi qilib yuboraman dedim. Bittasi nevaram, bittasi kichkintoyim, Usmon meni o'g'lim. Nevaram 1,5 yosh, o'g'lim esa 9 oylik. Shunaqa bilinchilarni qildim. Biz ayollar bir joyga bormaylik. Sochimizni kestirishga ham uyimizni to'g'rilab ketishimiz kerak. Albatta bolajonlarimiz qornini to'yg'izib, 2 xil ovqatlar qildim. 2 xil ovqat, bilinchiklar hammasini qildim-da, bolalarimga tayyorlab tashab ketdim. Nevaramni olib, qizim bilan birgalikda uyligiga olib borib tashladim. So'ng mashinani haydab, salonga qarab yo'l oldim. The Blonde degan salonga bordim. Ana shu yerda Madina ishlaydilar. Sochlarimni qaranglar, obstanovkasi chiroyli. Sochlarimni kestirdim, bo'yattirdim va o'zimga chiroyli qarab oldim. Sizlar sochlarni shunaqa chiroyli qildirmoqchi bo'lsanglar, Madinaning profillariga obuna bo'linglar va o'zlariga aloqaga chiqinglar.